Assalomu alaykum azizlar, hurmatli bizni kuzatuvchilar. Biz hozir Qiziltepa tumanida Dehqonobodda Hamza aka mijozimizni ishlarini tugatib yakunladik. Hozir ishlarimiz haqida, xizmatlarimiz hamda mahsulotlarimiz haqida qisqacha fikrlarni bildirib o'tadilar azizlar. Hamza aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizlar charchamayapsizmi tutamiz? Aka, mana xizmatlaringizni qilib berdik. Xudo xohlasa o'sha mahsulotlarimizdan, xizmatlarimizdan taassurotlaringizni, fikrlaringizni bildirib o'tsangiz aka. Bizning misol uchun kontaktlarimizni, raqamlarimizni qayerdan toplayapsiz? Buyurtmalarni berdingiz, o'sha buyurtma berganingizdan keyin printerga chiqdimi mahsulotlardan, xizmatlardan? Mamnunmiz o'sha haqida qisqacha fikringizni bildirib o'tsangiz aka. Assalomu alaykum. Avvalambor bu Tunkabon xizmati ishtirokchilari, hamma tashkilotchilaringiz rahmat, baraka topinglar. Zo'r bo'ldi. Hammasi ko'ngildagidek bo'ldi. Mahsulotlaringiz ham a'lo darajada, ishlaringiz ham a'lo darajada, ish sifatiga ham gap yo'q. Nomerlaringizga kelsak, bu reklamalaringizdan, nimalaringizdan, qo'shnilardan, nimadan kontaktlaringizni olib telefon qildik. Hech afsuslanganimiz yo'q. To'g'ri yo'l tanlagan ekanmiz. Rahmat, baraka topinglar sizlar ham. Katta rahmat sizga. Ishlaringizga omadini bersin. Azizlar, ko'rib turganingizdek, agar Tunkabon xizmatlari sizga ham kerak bo'ladigan bo'lsa, Tunkabon servis jamoasiga murojaat qilsangiz mumkin. Instagramlarimizni kuzatib boring, ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimizga ham obuna bo'lib qo'shishni unutmang. Videolarimizni yaqinda qurilish qilayotgan tanishlaringizga ham yuborib qo'yishni unutmang. Ishlaringiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, qo'llab-quvvatlashni ham unutmang. E'tiboringizga uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.